Xitoy tarafidan qonunsiz qo'lga ilingan yoki tutqun qilingan Uyg'urlarning tuqqanlari tarafidan qurilgan jazo lageri ziyonkashligiga uchraguvchilar supsining a'zolari va advokatlari ilgari Turkiya sotiga shikoyat qilgan Xitoy amaldorlari haqida qo'shimcha isbotlarni topshirdi. Mazkur munbar a'zolari orqadan Istanbul Changlayandagi sud mahkamasi oldida axborot e'lon qilib, taratqularga arzi arxivining eng yangi ahvolini uqtirdi. İşğaliyetçi Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi tabiiy boyliqlarni o'g'irlab, ular orqali o'zining ehtiyojini qondirishdan boshqa xalqaro bozorga setishni kuchaytirmoqda. Yana bir tarafdan Xitoy boshqa davlatlarga iqtisodiy va tashviqot ta'siri orqali Sharq Turkistonda elib berayotgan sistemalik irqiy qirg'inchilikni yo'shirmoqda. Xabar qilinishicha, 1-oydan 10-oygacha bo'lgan oralıqda Sharq Turkistondan 170 million tonna ko'mir zapasi Xitoyga o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi ko'mir zapasi Xitoyning umumiy ko'mir zapasining 37%ni, neft va tabiiy gaz zapasi Xitoy umumiy zapasining 25%ni tashkil qilgan. Amerikadagi Cincinnati Federatsiya sudi Belgiya tarafidan Amerikaga qaytarib berilgan Yan Junshuning 2021-yil noyabrda elib berilgan ayblashlar bilan qamoq jazosiga hukm qilinganligini e'lon qildi. Amerikaga topshirib berilgan tunji Xitoy istixborot amaldori shu Xitoy hukumatiga vakolatan Amerikaga jasuslik qilish orqali Amerika shirkatlarining savdo maxfiyatligi va patentini o'g'irlamoqchi bo'lganligi uchun ayblangan. Shuning Xitoy davlat bexatarlik ministrligining muavin bo'lim direktori darajasigacha ko'tarilganligi ma'lum bo'lgan. Xitoy prezidenti Xi Jinping Indoneziyada o'tkazilgan 20 davlat guruhi rahbarlari boshliqlari yig'inida Kanada bosh ministri Trudeau bilan o'tkazgan suhbatining axborotga oshkorlanishiga inkos qaytardi. Xi Trudeau bilan qilgan qisqa suhbatida uningga norozilik bildirib, bizning deyishayotganlarimizning hammasi gazetda oshkorlandi. Bundaq bo'lsa bo'lmaydi. Bundaq suhbat bo'lmaydi degan. O'zini samimiyatsizlik bilan ayblagan Xiga javoban Trudeau mundaq degan: "Biz davomli ijobiy hamkorlashishimizni umid qilaman. Ammo bizning qo'shilmaydigan nuqtamiz bo'ladi." Orqadan Xi norozi bo'lib ketib qolgan. Germaniya Tashqi ishlar ministrligining taratqularda oshkorlangan Xitoy haqidagi kelgusi strategiya loyihasiga qaraganda, kishilik huquq Germaniyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatida texmo markazlik o'rin tutadi ekan. Hujjatda Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasining Xitoyning G'arbiy Balqon rayonidagi ta'sirini cheklashga markazlashtirganligini ko'rsatilgan bo'lib, Germaniya bilan Yevropa Ittifoqining G'arbiy Balqon rayoni bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirib, Yevropa Ittifoqining Beijingning harakatiga qarshi turish musofasini ilgari suradiganligini o'ttirg'a qo'yilgan. Amerika Moliya ministri Janet Yellen va Xitoy Markaziy bankisining boshlig'i Ye Gang 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inining bir qismi sifatida ko'rishgan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir amaldor yig'inning 2 soatdan ortiq davomlashganligini va ijobiy ochiq ilib berilganligini bildirgan.